Assalomu alaykum. Mana hojatxonamiz 360 ga 1 metr ixchalgina uzun. Lekin havo yaxshi aylanadi. Mana qishki holat. Lekin qishda ham kafe terib, chiroyli qilib quritib kafolatini beramiz, yozda ko'chib ketmaslikka. Bitgandan keyin bitta ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rib baho berasizlar o'zingizlar. Mana xonamiz bitdi. Hop, to'pli polliki, ligrovkasi. Mana bu joyda trap bor. Option suvi bu. Avarinda holatda. Mana bu joyda chashaq qilingan. Machit singari sachramasligi uchun. Mana bu joy katol uchun. Katol bunda bitdi mana xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hop, mana burchalarga ham mana endi zatirkasi bo'ladi. O'zingizlar baho berasizlar.